sotuvga CLS 603 original banan keldi. Hozirgi kunda bunaqasi originali to'shni bilaman, sotuvda yo'q. Har doim ham chiqurmaydigan mashinani kraskasi ham 100% top toza. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan mashinamiz 2012-yil hech qanaqa qayta jihoz emas, ofitsialniy rastamoshka bo'lgan, probegi 123 ming radnoy kilometri. Mashinamizning motori ham, korobkasi ham hamma narsasi radnoy, O'zbekistonga istoriya bilan kirib kelgan mashina. Mashinamizga polni karbon obveslar taqilgan, diskalari ham kovka, yaxshi balonlari ham turibdi. Hech qayerda qirilib, chizilib ketgan joylari yo'q. Mashinamiz zavoddan karbon paket bo'lib chiqqan. Ya'ni motor ustunlari ham karbon, ichlarida ham original o'zi zavoddan ishlab chiqarilgan karbonlar bilan jihozlangan. Mashinamizning hozirgi kunda texnik hech qanaqa ishi yo'q. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, 550 taga yaqinroq ot kuchi bor. Haydasangiz ham shunaqa emotsiya beradi. Bitta o'zingiz qidirib ko'ring. Hozir 3.5 motorlarini ham 50 ming dollardan oshirib so'rab o'tirishdi. Mana men sizga 603 ni topib qo'ydim. Tonirovka razishini ham hamma narsasi qilingan. Mashinani даже massajlarigacha bor. Salonini ham bitta ko'ringlar. Salon holatlarida ham hech qayerda qirilib, chizilib ketmagan. Hamma narsasi как zavod bo'lib turibdi. Rullarini ham ko'ryapsizmi? Rullari ham alikantari. Mana probegini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning orqa radiga keladigan bo'lsak, orqa radda ham joy kengina, bemalol haydaysizlar. Ko'jalari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ushbu mashinamizning ham narxini-chi rosa talashib 76.900 dollarga ko'ndira oldim. Bu narx qimmat, bunga unaqa olaman, bunga bunaqa olaman deydiganlar Dubaydan olib kelsanglar, mana shu mashina kamida 150 ming dollarga tushadi. Mana men sizlarga nalichi degisini topib qo'ydim. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.